mana ertalab tushdi. Judayam uyqum kelyapti. Yana uyqum hozir Telegramga qarab qo'yib oldi. Video yoniq. Hozir videoni yoniq. Hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilmaysizlar. Bugun masalan nima qilishi yana bilmayman. Har doimgidek bilmayman. O'zi bilasizlar bilmagan bo'laman men. Hozir bu nima endi? Nima bu? Mayli, xo'sh. Dasturchilik qilyapmanmi hali? Mayli, hozir sal ekinlarga qarab qo'yib, ekinlarni qo'shib qo'yandir. Xo'sh. Yuzimni lavada yursam, yo'q, lavada deyman, suvda yursam. Hozir yo'qmay, ushlab turibman, bola e'tibor bermaysizlar, hozir turdim. Chop. Oppa, mana normal. Xo'sh. Tepaga chiq. O'zi yaxshim, alini qo'yib ketmadi. Kelinglar, ekinlarga qarab qo'yamiz. Men bilmagan ekan. Mayli, faqat o'sganlarga qarab qo'yamiz. Ko'p o'sdi. Xo'sh, mana suv chiqqanlarni ham olamiz. Xo'sh, endi ekib qo'ysak bo'ladi. Xo'sh. Normal, bu kartoshkalarga ham qarab qo'yamiz. Narib bo'ldi, kartoshkalarga ham qaraymiz. Keyin meriga berib borsak, keplas berib qo'ysak bo'ldi. Men nima qilyapti? Mardongidek o'n ikkalasi gaplashib qo'yibdi. Xo'sh, mayli, bu puldan hali to'g'laganimda chetni sotishim kerak bolalar. Shaharga borib kelaman shekilli, chunki qishloqda sotishmaydi. Kelinglar, sabzidan yig'olamiz. Xo'sh, okey. Bo'ldi, ekinlarga qaradim. Xo'sh, bularni ham okey, normal. Xo'sh, o sabzi ko'payib ketdi. Xo'sh, endi kelinglar ekib chiqamiz yana bir bor. Xo'sh, mana ekib bo'ldi. Keyin kelinglar merga topshiramiz. Xo'sh, mer uyda. Tak. Assalomu alaykum, mayor. Kirsam bo'ladimi? Kiraver, Isroil. Okey. Xo'sh, kirdim. Okey, qarang, hozir mana ekinlarni olib keldim. Xo'sh, mana sizga beraman hozir. Stolingizga qo'yib qo'yaman mana. Bo'pti, Isroil, ketor. Yaxshi qo'ying, oylik ertaga chiqadi, okey? Okey, bo'pti. Hali hozir video olyapman. Salom qo'ying obunachilarga. Hammaga salom, sizlar bilan yetildi. Men katta eng zo'r musulmon. Mayli, bo'pti, men xayr. Bolalar shunaqa o'zini maqtashni juda yaxshi ko'radi men. Kelinglar endi shaxtaga boramiz, chunki men halini qilmoqchi edim. Nimadir? Shu xolos hali ketmon dedim sizlarga. Qilichim bilan buni olsam, hozir ketmon yasashga boramiz. Ovqatni ham olsam, ketmon yasashga temir topib kelamiz. Uning uchun esa kirib olamiz. Mayli, xo'sh, kelinglar, davay tushamiz. Bu yoqqa fakirlar qo'yib qo'yishibdi-mi, normal. Cho'tdan. Yo-mayo, bola, nima bu? Kim yana video olganmaydi? 13-qishloqqa ko'p blogerlar keladi. Mayli, dastaga bosib qo'yib biror. Yo-mayo, bola. Bu nima? Yo-mayo, bola. Kechqurundan tushyapti. Kelinglar, men bu yerda ko'rmasam bo'lmaydi. Davay, ko'rmasam bo'lmaydi. Yo, bola, bitta kimdir bo'lsa-chi, video jarayoniga harakat bilet, nima deyapman, xalas qilib qo'ysam-chi, bola. Nima qilaman? Mayli, kelinglar tushib ko'raman. Agar xavfli narsa bo'lsa, yomon bo'ladi. Nima bu? Uzun. Yo'q, kimdir qamalganmi? To'xtanglar. Yo'q, kimdir turibdi aytdi. Yo, video jarayonimi? O'sha boboy video olyaptimikan? Bola, nima deysizlar? Yo, borib ko'raymi, yo bormayman? Davaychi borib ko'raman. Balki bu manyak bo'lgan bo'lsa-chi. Biz qishloqqa manyaklar ko'p kelib turadi. Xo'sh, yo'qmi? Manyak bola, davay o'ldiramiz. Suka, nima? Bola. O'ldirib qo'ydim. Yo'qmi? Qon. O'ldirdimmi? Bobo, yaxshimisiz? Yaxshiman. Bobo, o'ldirib qo'ydimi? Endi nima qilaman? Bolam, xavotir olma, meni pasportim bor. Pasportingizni nima qilaman, boboy? Buni o'ldirib qo'ydim.
Politsiya chaqir, bu manyakligi meni o'ldirmoqchi edi. Yo bola, o'ldirib qo'ydim. Yo, balki tirik bo'lgandir. Tezroq politsiya yoki biror pajor deymana, shifoxonadagilarni chaqirish kerak. Tezroq uyga bor. Vo bola, o'ldirib qo'ydim. Vo bola, tezroq borishim kerak. Tezroq chaqirish kerak. Davay, bola, notebookdan chaqiramiz. Ana. Alo, politsiya, kelinglar. Hozir mayda odam o'lib qoldi. Odam. Mayli, hozir tezda borib yetib kelamiz. Siz xo'sh, bo'ldi, hozir politsiyachilar keldi. Ular ishlarni qilishyapti mana. Hozir qaranglar, politsiyachilar ish qilib o'lib qolmadimi? Yo'q, xavotir olmang. Buni o'zimiz to'g'rilaymiz. Sigara. Xullas, bu yomon edi. Ortimdan yuring. Okey, mayli. Ortidan yuramiz, bo'ldi. Nimadir qilmoqchi shekilli. Orqamizdan bitta politsiyachi ham kelyapti. To'xtab turing. Yo'q. Ishqilib meni qamamassin, ishqilib bola. Ishqilib meni qamamassin. Ikki kishi orqamdan kelyapti. So'yil, siz juda katta ish qilgansiz. U yaqinda juda katta qamoqxonadan qochib ketgan edi. O'shaning uchun biz o'zimiz uni hal qilamiz. Sizga rahmat. Yo'q bola. Menimcha yaxshi ish qildim. Lekin bola, balki stressdaman juda. Mak qilib qo'yibman, yo'q. Stressdaman xullas bola. Nima qilishadi hozir, yo'q. Lekin orqasiga pichoq tiqqanim. Yomon bo'ldi bola, ish qilib. Meni qamamassin, tezroq uyga kirib olishim kerak. Qishloqdagilarim vahimaga o'rishadi. Qishloqlar juda vahimachi. Kelinglar, kompyuterdan ozgina bo'shab kitob o'qib o'tiraman. Xo'sh, mayli bola. Peshanamga bitganida mayli, yo'q, kitob o'qiyman. Xo'sh, mayli bola, sizlar bilan masterclass bo'ldim va politsiyachi va mayak. Hammaga xayr.